Keling-ku Aziza nima qilyapti deb o'ylayapsizlarmi? Yurakchanni qizartirib oxirigacha ko'rsanglar, bu qanaqa ovqatligini bilib olasizlar. Shunaqa yumshoq, shunaqa mazali ovqat bo'ladi bu. Piyozimizni ham shunaqa to'g'raymiz, videoda ko'rsatilgandek qilib terib, kartoshkamizni ham shunaqa kesib taxlab chiqamiz. Agar kartoshka unaqa pichoqlar bo'lmasa, oddiy pichoqda ham qilsanglar hech nima bo'lmaydi qizlar. Pomidorlarni ham shunaqa tonki qilib kesib, ustiga taxlab olamiz. Keyin marinovka qilingan tovug'imizni ham bittama-bitta mana shunaqa qilib taxlab chiqib, yetmagan joyiga mayonez surtib olamiz. Keyin zubachiskani har bitta tovuqqa mehr bilan tiqib chiqamiz. Ustiga to'rtburchak to'g'ralgan slivochniy maslamizni ham tiqib chiqamiz qizlar. Bu sochni bo'lib chiqishini ta'minlaydi. 1 soatda tayyor bo'ladi. Bu tovuqli горячий блюдо bo'ladi qizlar. Bir marta tayyorlab ko'ringlar. Suvli, sochni ichi bilan pishadigan bo'lib chiqadi. Mana shunaqa appetitli bo'ladi. Yoqgan bo'lsa, xursandman.